Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rabbimiz subhanahu va taala har bir oilaga baxt barakatini bersin. Rabbimiz Alloh sizni ham yaqinlaringizni ko'stiydan, dushmanlardan, sehrchilardan doimiy ravishda saqlab bersin. Jamoat, biz bu dunyoda yashaymiz. Albatta biz oila quramiz, bolalarni o'stiramiz. Bolalar o'sgach, bolalar bizni nikohga chaqiradilar. Mana jamoatul muslimin nechik dinimizda yoshlar nechik tanishirga tegish. Nechik o'zini por topirga tegish, aydagiz biz sizni bilan onun to'g'rida siylashirmiz. En birinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida ayta, innamal a'malu binniyat. Har bir ish niyatdan turadi. Shunga ko'ra bizning niyatimiz ezgi bo'lirga tegish. Bizning niyatimiz oila qurarga, bolalarni topirga, bolalarni o'stirarga, boshqa niyatimiz bizning yo'q. Ya'ni biz Alloh rizolashgan oila quramiz. Albatta, kimdir buni nindi motor qiz qorali, ba'zigina yashab qorayik bo'ldirib bo'larmi, yo'qmi? Yo'q jamoat. Bizning niyat umr bo'yi birga bularga, umr bo'yi birga bola aniqlarni o'stirarga deb. Shuni jamoat biz tarashlik shunga ko'ra hurmatli yoshlar, sizning tugal niyatiga shunday bo'larga tegish. Hazrat menindir kitobdan o'qidim. Emish mana vaqtli shag'ana nikohlarini o'qitib, shunda yirishib nitarga yori emish. Yo'q jamoatul muslimin, vaqtli shay yoramay. Agarda biz nikohga hozirlanamiz ekan, bizning nikohimiz umrlik bo'lsin. Alloh subhanahu va taala bizga umr bo'yi birga bo'lib, bor bo'lib, baxtli bo'lib yasharga nasib etsin. Shunga ko'ra niyatlarimizni tugal dars etik. Shundan so'ng jamoatul muslimin mana shu o'zingga por saylav. Albatta biz ilkdan siliymiz, o'qiymiz, eshitamiz, emish ati-anilar izlaydi, ati-anilar tobaydi. Albatta shunda ishroqlar bor, lekin baribir yoshlar tanışalar, yoshlar bir-birini ko'rarlar, yoshlar bir-birini o'ranalar. Hozirgi yoshlar bek aktiv, bek tarash. Biz aytirga mumkin biz saylagan şaqdan nechik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayta, en birinchi ixtibor biz dinga ixtibor edik. Chunki agarda yigit xotinni izlay ekan, ul o'zini bo'lajak bolalarning anisini saylaydi. Mana nindi ani bo'la, bolasi shunday bo'lar. Agarda ani tirish, ani namozli, ani urazali, Alloh bersa bolalar da dinli, adabli, axloqli bo'lurlar. Agarda yo'q hazrat ana buni yovliq kimi, ala qisqa ko'lmakdan yuri, no baribir mana nikohni o'qig'ay, shul namozga bosir, men uni bostirarman deb jamoat. Nechik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, xotin qiz ana Alloh taolo qabirg'adan yaratgan, qabirg'a ul kakri uni to'raytib bo'lmay, sinashag'il. Shunga ko'ra bu masalalarni jamoat biz oldin hal etarga tegamiz. Ham eng birinchi masala ul din masalasi. Albatta biz ko'ramiz qatnash nikohlarini. Oldinda Alloh taolo ruxsat etadi, lekin baribir jamoat agarda bizning oilada bir dinda, bir adab axloqda, bir tartibda bo'lsak, ul ko'pga xayrliroq, ko'pga yaxshiroq. Chunki hatto yigit o'zini boshqa millat qizin olsa-da, boshqa din qizin olsa-da, baribir bolalar musulmon bo'lar. Mana shuni biz unutmasga tegishmiz jamoatul muslimin. Lekin ul o'zi musulmon bo'lmaysa, o'z bolalarga nechik musulmon tarbiyasini berar, nechik o'z bolasini dinimizda o'stirar, agarda o'zi boshqa dindan bo'lsa. Shu hurmatli yigitlar, biz por saylaganda en birinchi qizni saylaymiz ekan, onun dinini qaraylik. Hurmatli qiz bolalar, siz o'zingizga por saylaganda da onda da dinga e'tibor etingiz. Yo'q hazrat, men uni o'zgartirman, men bit mo'yin bo'larman, qoyatilim anda boshni birarman. Albatta boshni turlicha birib bo'lar, lekin mo'yin o'rtirga da mumkin. Shunga ko'ra jamoatul muslimin mana por en birinchi saylagan vaqtda din masalasin e'tibor etingiz, dinga e'tibor etingiz. Shunda ayti anisa dindami yo'qmi, abi bobolari dindami yo'qmi, mana butun bayna aytib qarag'iz. Chunki tarbiya beruvchi abilarda bor. Mana shu abilar o'z qizlarini, o'z o'g'llarini dars etib o'rgatsinlar uchun biz nasldan qaraylik jamoat. Shunda ikinchi aybir qaysisini biz e'tibor etik, ul taqvolik. Ya'ni Rabbimiz Allohdan uyalami yo'qmi? Yori, bugun yovliqdan yerim, ertaga yovliqsiz yerim, bugun namozini o'qiyim, ertaga o'qimayim. Men butun duolarni da bilamni, mana namoz o'qirga hali vaqtim yo'q. Jamoatul muslimin ul taqvo bo'lirga tegish. Ul Rabbimiz Allohdan uyalarga tegish. Masalan, yovliqdan yeri ekan, azgina shashishqda shunda shuni yashirib qo'ygan. Ham butunisi tartibda, butunisi din bo'yicha
olib boradi. Shunga ko'ra biz so'ylaganda jamoat shusha yigitni qoriymiz ekan, ulda taqvo bo'lsin, qizni qoriymiz ekan, ulda taqvo bo'lsin. Robbimiz subhanahu va taoladan uyalatirgan, Robbimiz Allohdan qo'rqatirgan, Robbimiz Allohni yaratatirgan banda bo'lsin edi. Shunda jamoat har birimizda turli mana uchinchi bir narsaga biz e'tibor etik. Bizda turli noshar odatlar bor. Mana shu noshar odatlarga biz e'tibor etik. Chunki jamoatul muslimin mana noshar odat bitar, nitar, o'zgarar. Ey hazrat yaxshi ul mana yigit turish, biz uni bog'chada ishlatdik. Yaxshigina ishli, mana bit solg'ali. Jamoat agarda ul hozir solg'ali yashaganda, ul o'sgach, yigit bo'lgach, oila qurgach, nechuk ularni tashlasin? Chunki uning do'stlari da shunday, uning ko'rishlari da shunday, uning butun jamiyati da shunday. Shunga jamoatul muslimin biz qaraganda mana shu noshar odatlarga da e'tibor etik. Noshar odatlari bormi, yo'qmi? Ham Robbimiz subhanahu va taolo har bir uylanmagan, kuyovga chiqmagan qizlarga xayrli bandalarini bersin. Iymonli, taqvo, xayrli, izgi amalli, noshar odatsiz bo'lsinlar edi ya Robbim. Shunda jamoat albatta biz eshitamiz. Qachon o'zingga erni so'ylasang atisini qara, o'zingga xotin so'ylasang anisini qara, naq shunday bo'lashaq deb. Albatta shunda mana noshar odatlar biz ani yog'indan da, noshar odatlarning ati yog'indan da qarayik. Albatta o'z turlicha mana Alloh subhanahu va taolo ona bizga ko'rsatadi. Qachon butunlay gunohga shumgan oilalardan da taqvo kishilar shiga, lekin ul bek siyrak ham bek az. Shunga ko'ra nasldan gunohlari bormi, yo'qmi? Nechuk biz sizni bilan siylashgan edik. Qachon bizga mana bizning ishonch telefonini sholtiratib bir xonim Hazrat nishlim, mana men marjadi, dinni qabul etdim. Musulmon yigitini kuyovga chiqdim, namoz o'qiymiz, yovliq kiydim, lekin qiynay jamoatul muslimin Alloh taolo saqlasin. Shundan so'ng tekshira anilari bilan siylashgach, atilari da shunday bo'lgan, boboylari da shunday bo'lgan. Alloh taolo saqlasin. Shunga ko'ra shu odat nasldan da ko'charga mumkin. Alloh taolo har bir oilani noshar odatlardan, gunohlardan saqlasin edi. Shunda jamoatul muslimin ul biz ona qaraganda agarda Alloh taolaning kitobini biz ochsak, Alloh taolo narsadi xayrli kishilar uchun mana shu tugallikni biz qarorga tiyishmiz. Shunda shu agarda yigit siz qizni so'ylaysiz ekan, qiz adablimi, tartiblimi, uning butun ishlari nechuk, narsalari nechuk, mana shu butun yoqlab qarag'iz. Hurmatli qizlar, agarda erigizni qaraysiz, so'ylaysiz, shuluk erigizni da butun yoqlab, "Ey hazrat, men uni yaratam, ul super, ul in yaxshi." Albatta, yaratqach ko'zlar yopiladi, siz uni ko'rmaysiz. Uning noshar yoqlarini ko'rmaysiz. Shunda o'z ati anilarga siz azroq ishonasiz, au yaqin kishilarga ishonasiz. Qaysi uni yaratmay, qaysi uni diqqat bilan qarar, tekshirir. Qarali qizim, uning bit shunday odati bor, bunday odati bor, ul bit solg'ali, tamaki tortatan narsadir. Alloh taolo saqlasin. Shunga ko'ra biz oila qurganda mana tugal etib butun yoqlab to'g'ri keltirgan oilalar bo'laylik. Hem Alloh subhanahu va taolo barakat ulashlarini nasib etsin. Tanishing. Albatta, hozirgi davrda hazrat yori biz bitinisini angladik, mana nechuk tanishirga, qo'yan qizlarni topirga hozir sotsial chetlardan bir-birisini toparlar, izlaylar. Ham biz mana shaxsiy o'zimiz oila mashita bo'larak bizning mashitamiz qarshida tanishtiruv o'zagi bor. Shunda murojaat eta olasiz, Allohga topshirib bizning oila mashitanda shu tanishtiruv o'zagida da sizga da bizning kishilarimiz par topib, shunda bu sana to'g'ri keladi, bu sana to'g'ri kelmaydi deb uni hal etib bitirlar. Lekin sotsial chetlar jamoat biz bit turli fotoni avatarkaga qo'yamiz. Biz turli so'zlar, motor so'zlar yoza olamiz. Biz bit o'ynay olamiz jamoatul muslimin. Biz bit yuzlarini olishtira bilamiz. Mana shunga ko'ra bek internetlarga bek ishonmaymiz. Alloh taolo shulardan saqlasin edi. Ko'proq shu internet osha bit ota-onasida ko'rib bo'lmay, internet osha abi boboylarida ko'rib bo'lmay. Mana shunda jamoatul muslimin biz mana
shunday ishona turgan o'rinlarga borib, unda o'zimizga par izlasak ko'pga hayliroq bo'lar. Albatta jamoat, mana Hazrat mana bu qiz menga ishodi, yorar. Hozir nishlarga, hozir bit uchrashirga kerak, tanishirga, mana aytasiz bilishirga kerak. Mana nishi qoyani men bilim, nishi o'rganim. Shunda jamoatul muslimin agarda uchrashuv ekan, ul uchrashuv shahidlar oldinda bo'lirga tegish qoya. Mana sizni ko'rarlar, siz onda o'tirasiz, u kafemi, boshqa ayvardami, qoya siz ayrim tit qolmaysiz. Mana shunday o'rinlarda albatta yurishirga yori ham ruxsat etiladi. Lekin jamoatul muslimin ruxsat etilmagan ishlarga qo'lga qo'l tutinirga, qishoqlarga, uberga, nikohga hatlo ular butunisi tiyilgan. Ham Alloh taolo shunlardan saqlasin. Shunga ko'ra biz ona mana nishak Alloh taolo qo'shgan shulay qo'l bilan temisha, qishoqlamisha, o'pmisha, hatto mana so'rovlar beradilar. Hazrat biz endi turamiz, mana hali nikohlar yo'q. Qo'shan bizga nikoh o'qitirga 1 yil o'tkash, 2 yil o'tkash jamoat. Nikohsiz qo'lga qo'l tutishda yaramay, tiyuda yaramay, qishoqlovda yaramay, ubida yaramay. Men yiqlov turunda da aytmayman jamoatul muslimin. U gunoh. Alloh taolo shunlardan saqlasin. O'sha gunohdan biz yiroqroq bo'laylik. Shunda jamoat agarda biz uchrashuvga boramiz ekan, mana yigitlar bu sizga nasihat albatta. Mendak shunday yo'q. Men hatto fufayqalarim kiyib bora Allohning rahmati bilan. Ammo lekin biz shu tiyishli shariat yog'idan g'avrat qoplangan bo'lirga tegish. Biz adabli so'zlarni siylab, tartibli, adabli o'zlarimizni totib, kerakli so'rovlarni berib, kerakli javoblarni oling. Hurmatli qizlar, sizda uchrashuvga borasiz ekan, mana shu g'avrat yerlarini ochmisha, qoplab, yovliqdan, motor qiyofatda borasiz. Ham tiyishli so'rovlarga tiyishli etib javoblarni berasiz. Alloh subhanahu va taolo barakat unishlarini bersin. Hem jamoat shuluk so'rov mana oldin biz ilashgan edik. Agarda ani soylagan, hazrat ul menga o'xshamay, mana shunarga kiyevga shiq deb bizga aytalar. Onlar bit bunday odat, tig'indik odat. Alhamdulillah jamoat, biz anilar o'z bolalarimizni yaratamiz. Ham o'z bolalarımizga biz bir qashanda ziyon keltirga tilamaymiz. Alloh saqlasin, albatta turli anilar bo'lirga mumkin. Lekin ko'pincha o'z bolani tinglar, o'z bolani eshittir. Shunga ko'ra siz agarda mana hurmatli qizlar sizga shunday taqdim etdilar ekan ati tarafidan, siz ati bilan o'tirib, atiyam mana sen aytding, men seni hurmat etam, yaratam, lekin mana bisi ati sizni ranjitirga bermas. Ham ati ul har masalani hal etayashak. Anida naqshulay. Shunga ko'ra jamoatul muslimin o'z ati anilaringizga ishonasiz, baxtli bo'lasiz, motor g'oila qurasiz, ko'p bolali g'oila bo'lasiz. Ham alhamdulillah jamoat mana shu uchrashuv vaqtida nindi so'rov berirga, ham nindi javob eshitirga. Jamoat albatta u qiz sizga o'xshagan, u shu yigit sizga o'xshagan, lekin siz umrlik birga yasharga deb o'zingizga plan qurasiz. Chunki nishak boshdan silashgan edik, eng birinchi niyatimiz nindi Alloh rizolashgan umrli nikoh bo'lsin deb. Mana umr bo'yi birga par bo'lib, nishak bir jurnalist elaka bu Sovet shirlarida tavlarga ketgan, tavlarda uzoq yillar oqsoqol bilan bir obus birga yashaylar, Kafkas tog'larida. Bu jurnalist bular yonidan kelib, nishang endi siz shu xatli uzoq turasiz, birda nikohlarni buzik deb tilaklaringiz bo'lmadimi? Bu oqsoqol tingladida nikohni buzik deb bo'lmadi. Berib o'tirga bo'lganda shu berib o'tirga da bo'lmasin. Nikohni buzirga deb tilaklar bo'lmasin. Shan jamoatul muslimin biz kerakli so'rovlarni berik. Eng birinchidan mana hurmatli erlar, agarda siz g'oila qiram deysiz, qo'ya turamiz, u masalani ko'tarigiz. Qo'ya turasiz. Mana siz hozir keldingiz, qizni so'rarga, ammo Allohning rahmati bilan siz boshdan qiz bilan silashdingiz, ayol yorar, so'rasangiz men rizo bo'larman, shig'arman deb aytgan Allohning rahmati bilan ati ruxsat bersa, hozir siz ati yoniga keldingiz, hurmatli ota, mana men sizning qizingizni so'rayman deb, shunda atilari eng birinchi so'rov sizga berir, yorar ulam, kim sen, qo'ya ishlaysan, narsa oshaysan, qo'ya turasan.
Әмі, мен бит әулия, меңа бит ризық Аллах бирә, меңа бір нәрсә кирәк, мен біз шулай. Жәмәт, шундай сөзні сіз атаға әйтсәгіз, ата сізні тыңлап, хәтта қыз мен риза деп әйтсә де, ата әйтер, hürmetli jigit бар эшлә нит. Мәсәлән, бер дәүләттә шундай гадәт бар, шулай jigit килгәч, jigitка беренче сорау аталары бирә. Гомумән менә дәүләттә шундай карар кергән. Улым, син хаҗда булдыңмы? Юк. Нишләп хәзрәт шундай сорау бирәләр? Чөнки хаҗга барыр өчен беренчедән дәрт кирәк, икенчедән акчасы кирәк, икенчедән мал-мөлкәт кирәк, бөтенесе кирәк җәмәгать. Ягъни менә шунда ук сез әле кулын сораганча, шушы сорауларга сездә җавап булырга тиеш. Шуңа күрә беренче һәрбер әти шушы сорауын бирәчәк. Улым, ярар, менә никахтан соң кая торырсыз? Улым, сез кая эшлисез? Сезнең зарплат күпме? Ата-аналарыгыз кая, ничек эшлиләр, бу дөньядамы, юкмы? Менә бу сорауларны җәмәгатьул муслимин, хәтта әле аталарга барып җиткәнчә, хөрмәтле кызлар, сез әти урыннан шушы сорауларын бирегез. Ялчан, әлбәттә, авыр бирергә хәзрәт, ничек менә ул бит студент, ничек мин анарга ул соравын биреп, менә әгәр дә никахтан соң кая торырбыз? Ул бит Расулыбыз бит шулай өйрәтмәгән. Җәмәгать, Расулыбызның тора торган урыннары булган, бөтенесе булган. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт аны өйрәтә иде. Без дә менә хөрмәтле булачак килен һәм булачак кияү, сез очрашкач, ул мәсьәләләрне, ул бит авыр мәсьәлә, ләкин җәмәгатьул муслимин аны сөйләшегез. Икенче мәсьәлә, кайсысын күтәрергә кирәктер, ата-аналарга кайтырбызмы, юкмы? Мәсәлән, менә бәрәнгә утыртырга вакыт килеп җиткән. Беренче кайсы әти-әни янына барабыз? Минекеме, синекеме? Шунда йөрербез, атна сайын барырбызмы? Айга бер, елга бер, гомергә бармабызмы? Шунда ук җәмәгать, хөрмәтле кызлар, сез тагын сорауларын бирегез. Менә Алла бирсә кияүгә чыккач, син миңа эшләргә рөхсәт бирерсеңме? Минем менә әле бетермәгән укуларым бар. Укуларны миңа тамамларга рөхсәт булырмы? Менә бу мәсьәләләрен хәл итеп бетерергә тиеш. Кемдер бу видеосын карагач, Хузур ТВ-дан, хәзрәт, нинди хәзер бит башка заман, хәзер хатын теле икән эшли, ничек инде ире анарга әйтергә хукукы юк? Бар җәмәгатьул муслимин, дин ягыннан идән дә чыкма дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы әйберләрне без диккать белән, хөрмәтле әти-әниләр, сез дә никахка әзерләгәндә менә балалар әлбәттә аны сөйләшер, ләкин сез дә кодалар белән утырып, менә бу бәйнә һәр бер мәсьәләне сөйләшеп алыгыз. Шушы сөйләшкән мәсьәләләрен кагазга язып куягыз. Шунда шушы 3 экземпляр булсын. Берсе яшьләрдә, берсе сездә, берсе икенче кодаларда булсын. Чөнки төрле мәсьәләләр чыгарга мөмкин. Алла сакласын җәмәгатьул муслимин. Берәрсе ширләде. Мәсәлән, кияүдә шир чыккан. Мәсәлән, кияү бала булдыра алмый. Шундай хәлдә булырга мөмкин. Башка шир булган. Менә ул вакытта нәрсә булыр? Кыз ягында берәр шир чыккан. Ничек нәрсәләр, кем давалый, кая алып барабыз? Шунда ук талакларын бирәме? Күпме кеше мәчеткә килә, җылап, хәзрәт, ирем талак биргән, телефон аша, SMS белән шулай булы. Алла сакласын җәмәгать. Шуңа күрә хөрмәтле ата-аналар, хөрмәтле яшьләр, безнең ниятебез гомерлек никах булсын, гомерлек никах булсын. Тагын бер сөйләшә торган мәсьәлә, әлбәттә, ул дуслар. Менә сезнең дә дус кызларыгыз бар, аның да дус җегетләре бар. Менә алар белән сез очрашырсыз, очрашырга рөхсәт бирерме, ничек нәрсәме? Шунда җәмәгать, менә хөрмәтле ирләр, мин сезгә бер насихат бирер идем. Алланың рәхмәте белән Раббыбыз субханаху ва тааля безгә сөйләм бирде, тел бирде. Һәм без икән ирләр көненә 3000 сүз әйтәбез. Менә көненә безнең норма дип әйтик, 3000 сүз. Хатын кызларда 21000. 21000, 3000 һәм 21000. Җәмәгатьул муслимин шуңа күрә дус кызлары булсын, аралашсыннар, сөйләшсеннәр, нитсеннәр, аны онытмый җәмәгатьул муслимин. Һәм Раббыбыз субхана ва тааля бәрәкәтен ашан бирсен. Шунда җәмәгать, дин ягыннан тагын сөйләшә торган мәсьәлә, кайсысын сез диккать белән карагыз. Әгәр дә кыз бала эшли, хатыныгыз эшли, менә хатынның акчасы кемнеке ул? Ул сорауга Расулыбыз үзе җавап биргән. Хатынның акчасы ул хатынныкы.
Erinin akşası ul gaileniki. Mine kaya işler, kim bulup işler, kimlerge ukagan, nişek, nerse bütünüsün silaşıga cemaatül müslimin. Elbette ul maddi eybirler, belki ul kirakmez deyip kimdir uyuli. Şuşu maddi eybirler arkasında küpme gaileler tarqalgan, Allah Teala saklasın. Hatta mine siz ışanmaska mümkinsiz. Hatta naskini taşlagan, şuşu naski arkasında da küpme gaile yok bulgan. Rabbimiz Allah saklasın. Şunda uqtan bir meseleni eniçe bala bulur. Belki bir qıda eyte, bir bala jite, ikinci qıda eyte, 11 bala kerek. Buna neçe bala bula. Şunu da silaşığız. Bütün buna beyne her bir meseleni tanışkan vakitte nikahka hazırlagan şaklarda silaşıp bitiririz. Allah Teala yerden birsin. Her birigizge bəxit, bereket Allah birsin.